Assalomu alaykum. Aka kaptar bo'lish qo'zlar. Mana kaptarlarimiz. Mana qish kunida mana solab ketib shekillik. Tag'aramiz ichiga tushib olib cho'milyapti. Mana kaptarlar chiroyli bo'ldi xolos. Oqarish bo'ladi, kirib ketishganiga o'zi. Janavarlar. Bari maza qilishyapti mana. Cho'milishyapti kaptarlar. Zaqlib suv ichida yotibdi. Rohat qilishyapti. Qora dumlar bari tushib olgan ichiga. Suv ichiga mana mazza qilib cho'milishyapti. Va tomosha qilib mazza qilib turibmiz mana. Mo'yam deyardik bu bechoralarga. Bular ham cho'milish kerak-ku. Oqarib qoladi, chiroyli bo'lib. Kirlar yangidek bo'lib. Shunaqa tag'ara qo'yib qo'yinglar oldiga kaptarlarni. Qishning yozin suv tursa, hech qachon kaptar kasal bo'lmaydi. Suvda turib, cho'milib tursa, hech qachon kaptar kasal bo'lmaydi. Mazza qilib cho'milishadi. Kaptar cho'milmasa, to'ppoq yemasa, kasal bo'ladi bu kaptarlar. Va cho'miltirib turish kerak. Aslan yutib turish kerak. Vali yerda bo'lsa, to'shab bir kurak qum tashab turinglar kaptarlarni oldiga. Chiroyli qilib cho'milib, mazza cho'milib turadi. Mayli salomat bo'linglar, akalar, obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar.